Bugungi videoda men sirli qamoqxonadan qochishga harakat qilaman. Oxirida meni sirli sovg'a kutmoqda. Sirli qamoqxonadan qocha olamanmi? Buni video davomida bilib olasiz. Video boshlanmasdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'ling. Qani bo'lmasa, let's go. Ana biz qamoqxonamizga ham kirib oldik va birinchi biz bu yerda nima qilamiz? Bu yerda sakray olmaymiz va tepada qanaqadir taxta turibdi. Xo'p, mana bu yerda bu nima edi? Kramenmi ismi nima edi? Ismi esimdan chiqib ketdi. Kramen ekan. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda temir bor ekan. Xo'p, biz bu yerda zajgalka yasashimiz kerak, menimcha. Xo'p, mana bu tashqariga chiqsam men o'yindan chiqib ketgan bo'laman. Balki mana bu verstakdir. Oy, yo'q, verstak ekan. Xo'p, bu yerda biz nima qilamiz? Mana bu yerda yoqib chiqsa kerak. Crafting table. Bilasiz, crafting table deng osti taxtaga o'xshaydi. Shuning uchun yo'q, nimalar bo'lyapti? Yo, what the fuck? Nima bo'lyapti? La'nata, bu yer yonib ketyapti-yu. 2000 years later. Xo'p, texnik nosozlikni to'g'irladik va bu yerda men sakray olmayapman. Xo'p, jonim ham kam qoldi. Hoppa. Yo'q, la'natda sakray olmayapman. What the fuck? Jonim ham kam qoldi. O'laman, bitta yo'qilib olay. Xo'p, yonayotgan payt sakrab ketish kerak edi. La'natda, nega men yonib ketyapman? Hozir o'laman-ku, la'natda. Xo'p, undan ko'ra mana bu yoqib qolaylik. Yana qol. Tezda yana qol. Yonmayapti-yu, buncha sekin yonadi. Boya yonayotdi-ku taxtalar, nega hozir yonmayapti? La'nati. Xo'p, mana bu ikkalasini o'chirib, xo'p, mana bu yerda sakrab ketsa bo'larmikin? Xo'p. Qani bismillah. Bo'lar ekan. Endi bizga zajgalka kerak emas. Biz zajgalkani tashlab yuboramiz. Endi bizga umuman keragi yo'q. Xo'p. Biz parkurda men unchalik zo'r emasman. Shuning uchun qiynalsam kerak degandim, ammo bu yerda easy qilib qo'yibdi. Mana biz ikkinchi shartga ham keldik, ikkinchi xonaga. Xo'p, mana bu yerda nima deydi ismini bilmadim. Xullas, otgich turibdi. Bu yerda menimcha anvil bor. Xo'p, mana bulardan bittasiga tekkizishim kerak. Anvilni olamiz va bu yerda ikkita tenada chiqarib olamiz. Birinchisi otishga, ikkinchisi yordamlashishga. Yo'q, qani bir narsa tusharmikan? Yo'q, hech balo tushmadi-yu. Qatga tushish kerak ekan bu. Yana ikkita. Xo'p, kutamiz, qo'yamiz va otdi. Ana endi tushsa kerak qani? Bizga bir narsa tushdi. Nima ekan bu? Yo'q, richak tushdi. Bizga richak tushdi. Xo'p, ikkita urinishda qildim. Yo'q. Endi richak orqali biz mana bu yerni ochsak kerak. Xo'p, bu yerga richakni qo'yamiz. Bu yerdan esa eshikni ochamiz. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Ana bu yerda bir narsa bor ekan. Bu nima? Xo'p, sabzili qarmoq. Bu yerda esa nima bo'lishi mumkin? Yo'q, bu yerda cho'chqa bor ekan. Xo'p, bildim, nima qilishni men bildim. Bu yerda labirint bor. Labirint orqali mana bu sabzili qarmoq orqali bu yerga o'tkazamiz. Xo'p, bu yerga asta-sekin bu yerga kel, la'nati. Cho'chqa. Xo'p, kel asta-sekin. O'zi men orqaga yurib ketaversam, o'zi yo'lda topib kelyapti-yu. Xo'p, bu yerga kel. Bu yoqqa kel. Xo'p, kelyapti. Xo'p. Endi mana bu yerga asta-sekin tush. Kel bu yoqqa. Garang. Bu yoqqa kel. La'nati, bu yoqqa kel. Kel bu yoqqa, umrimni yeding-ku. Seni bu yerga o'tkazaman deguncha ham bir 300 yil o'tib ketdi va mana bu yerda tezroq o'tib olamiz. La'nati cho'chqa. Meni 2 soat vaqtimni oldi, la'nati cho'chqa. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Bu yerda sakrab keta olmaymiz va bu yerda hech narsa yo'q. Nima bor? Xo'p, buni bu yerda buzish mumkin emas. Mana bu yerda ochiq yer bor ekan. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Yo'q, mana bu yerda ramkaning ichida xo'p, richak bor ekan. Xo'p, richakni olib asta-sekin bu yerda ochib o'tib ketaveramiz. Yo'q, la'nati skelet. Bu yer qanaqa xona bo'ldi? Bu yer menimcha labirint bo'lsa kerak. Bu yerda ham skelet. Yo'q, bu yerda ham skelet. Xo'p,
bu yerga qaytga borsak bu tomonga ketaveramiz. Xo'p, bu yerda skelet yo'q ekan. Va nihoyat mana bu chiqish bo'lsa kerak. Yo-mayo, buncha zombilar. Yo-mayo, bu menimcha oxirgi xona. Yo-mayo, buncha zombi ko'p. Bu yerda nechta zombi bo'lishi mumkin? Aslahalarni olib chiqamiz birinma-birin. Xo'p, yerda oltin olmalar sehrlangani va bu yerda steyk. Kiyimlarni kiyib olamiz va bular zombilarni chopishga otlanamiz. Xo'p. Xo'p. O'ldiramiz. Biriga zomin bo'lamiz. Xo'p. Mana bunisi full oltin broniyada ekan. Bittasi esa qilishda, qolgan ikkitasi oddiy teridan, bittasi esa sehrlangan teridan. Va bitta maydacha zombi bolachasi bor ekan. Yo-mayo, mani urdingmi hali sen? Qarab tur. Seni o'ldirmagunimcha qo'ymayman. Totemni kiymabman-ku. Mana senga, mana senga. Yaramas. Xo'p, mana oxirgi bolachasi qoldi. Bolachasini ham o'ldirib tashlaymiz. Xo'p, menga endi biz mana bu eshikdan chiqamiz. Menga endi darajalar kerak, XP lar kerak menga. Xo'p. Ana oldim. Ana endi biz mana bu yerda eshikni ochaylikchi. Narsalarni o'zimdan olib ketaman. Yo-mayo, sirli sog'ani topdik do'stlar va nihoyat biz mana bu qamoqxonadan qochdik. Xo'p, mana bu narsalar bittalab olib o'tirmayman. Shunchaki sandiqni sindirib tashlayman. Xo'p. Yo-mayo, buncha narsalarda men endi boyman do'stlar. Yo-mayo. Barchaga xayr do'stlar, sizlarga video ma'qul keldi degan umiddaman. Sizlar bilan 6 minut 48 sekund davomida men Murod King bo'ldim. Hammaga xayr.